أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم sabahdaşlar. Bizden bugünkü dersimiz izafet. Yani biz isimlarının ilgili kılışlap kılışının mecrurat kısmından ikinci tür izafet hakkında toxtalamiz. İzafet bu azafe yuzifunun masdari bulup yine qo'shash degan ma'noda, ya'ni bir ismni yana bir ismga qo'shib, ikkinchi ism mangu egilik qilishlar keladigan, birinchi ism u egilik qilishlar kelsin bo'ladigan, tushunki qilishlar kelsin bo'ladigan, boshqa qilishlar kelsin bo'ladigan şu izafetlik birikme maksat kılındı. Hem de izafetlik birikme iki kısım kılındı. İzafet-i labziye, izafet-i ma'neviye de iki kısım kılındı. Hem izafet-i labziye degende, izafet-i labziye degenin Uygurca tercüme kılsak sıfat karakterlik izafet degen buludu. İzafet-i ma'neviye degen yine isim karakterlik izafet degen buludu. İkisinin ortada kandak fark var degende izafet-i ma'neviye de çokum muzab isimden kiliş gerek. Yine isim müştakının gayriden kiliş gerek. Yine amillik buluğan isim müştakının gayriden kelse oludu. Ama izafeti labziviyede çokum muzab isim müştaktan kelse oludu. Yine isim fail, isim mebul, sübt-i müşebbe, sigatel mübalag okşaş. Bunun şundak amillik buluğan isim müştakların kelse bunu izafeti labzaviye deb qaraymiz. Endi izafetning ikkiga bo'lganimizga o'xshash izafet labzaviy, ma'naviy deb izafet ma'naviydan bo'lgan murod nima deganda, izafet ma'naviydan bo'lgan murod muzofilay orqali muzofni xoslashtirish yoki muzofilay orqali muzofni ma'rifaga erishtirish maqsad qilinadi. Masalan biz Haza kitabun desek bu kitap degen buldu, yani kitabun degen umum, her qanday kitabını bildirdi. Haza kitabı Muhammed'in desek bu Muhammed'in kitabı degen buldu, Ahmet'nin emas, Halid'nin emas de bu ma'rifil işidir. Ya ki haza kitabı raculun desek ernin kitabı, ayalının kitabı emas de xaslışıdır. Demek izafetle ma'navide izafetten bo'lgan payda muzafni ma'rifaga erishtirish yoki bunu xaslashtirish bo'ladi. Endi ma'rifaga muzaf bo'lsa, muzaf ilay ma'rif bo'lsa, muzafni ma'riflashidi, muzafin ilay nakir bo'lsa, muzaf xaslashidi. Darisi kengi tarlashidi xaslashgan narsaning. Endi ama izafet labziviyaning murodi shu ekan. İzafet ma'naviya shakllantirish uchun qanday shakllar ketadi yoki izafet ma'naviya meydon kelganda qanday ahkamlar meydon keldi deganda izafet ma'naviy shakllanish uchun cho'qim muzabdan ilib bilan tashlangan bo'lishi kerak. Muzab tanun o'qilmagan bo'lishi kerak. Va shundaqla muzab ishkilik ism bo'lsa, ishkilik ism nunini cemi muzakkar salim bo'lsa, cemi muzakkar salim nuni tashlanishi kerak. Demak, izafet ma'naviyda cho'qim muzabdan to'rt narsaning biri tashlanadi. Agar muzabda iliblan bo'lsa, iliblan tashlanadi, tanini o'z tanini tashlanadi, tasinin nuni o'z tasinin nuni tashlanadi, jam'ining nuni bo'lsa, jami muzakkar salimning bular tashlanmasi bo'lmaydi. Masalan, biz haza huvel kitabu yoki al kitabu desak, izofat qilmoqchi bo'lsak, kitabi Muhammadin, kitabi Ahmad deganga o'xshash. Haza kitabun desak, bunu izafat shaklida kitabu Muhammadin deb tanini tashlayotganga o'xshash. Endi odatda ishkilik ism bo'lsa, hazani kitabani desek izaf qilmoqchi bo'lsak, hazani kitaba Muhammadin deganga o'xshash. Haulai muslimuna desek, buni izaf qilganda haulai muslimu Misr deganga o'xshash yoki haulai muslimu Turkiya deganga o'xshash. Mana shularga
izafətdə muzafdaki cəmi müzəkkər salamның nuni taşınıdı. Mana bu izafətni meydan qıldı. Amma izafəti ləvzəviydən bolğan murad çoxum izafəti ləvzəviydə muzaf ism müştaqdan keladi. Şoň bunu sifat xarakterlik izafət dedik. İzafəti ləvzəviydə muzafın ilə çoxum muzafның ma'muli oldu. Ma'muli. Endi buningda muzafqa iliblam kirmamdi deganda muzafqa iliblam kirisi durust şartlik asosida. Muzafil amma şartlik asosida muzafqa iliblam kirisi. Muzafqa iliblam kirmasligi shart yo'q. Amma muzafqa iliblam kirish uchun shart ketadiki, muzafqa iliblam kirish uchun cho'qim muzafin ilay iliblam ism bo'lsa bo'ladi. Yoki muzafin ilay iliblamliq ismga muzaf bo'lgan ism bo'lsa bo'ladi. Yoki mundaq chiqilganda yoki muzafin ilay ma'rif ismga muzaf bo'lgan bo'lsa bo'ladi. Masalan, az-zaribu Zaydin, az-zaribu haza deganga o'xshash. Uchinchisi yoki muzaf qilib bilan kirish uchun muzaf ishkilik ism bo'lsa bo'ldi, yoki jami muzakkar salim bo'lsa, mana shu 4 xil holatda muzaf qilib bilan kiradi. 4 xil holatning birinchisi, masalan, muzaf qilib bilan ism bo'lgan bo'lsa, nima? Muzaf qilib bilan kirish uchun muzafin ilay ma'rif ism bo'lsa, mayli u ma'rifilik mush iliblam arqliq ma'rif bo'lgan bo'lsin, yo ismi sharatlab kelgan ma'rif bo'lsin, ishqi muzafilay ma'rif bo'lgan bo'lsa, muzaf qiliblam kirsa bo'ladi. Ikkinchisi muzafin ilayda iliblam ba ism bo'lsa, yoki muzafilayning muzafilayga iliblam kirgan bo'lsa, muzaf qiliblam kirsa bo'ladi. Uchinchisi muzaf tasniy ism bo'lsa, u chaqda iliblam kirsa bo'ladi. To'rtinchisi muzaf cemi muzakkar salim bo'lganda uni iliblam kirsa bo'ladi. Mana bu izofat lafziyninki izafat qilish jarayonida maydon keladigan ahkamlar. Ammo bundan bo'lgan murod taxfifdan foyda berish bo'ladi. Endi musannif rahimahulloh mundaq deydi: Nunan talil i'rab aw tanwina mimma tuzifu hizb katursina والثاني جرور ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى زينك واخصص أولا وأعطيه التعريب بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل واسبا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجينا عزيم الأمل مروع القلب قليل الحيال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية degan o'xshash. Bayning tarjimasi bunda qoladi. Nunan talil i'raba aw tanwina mimma tudifu hizb katursinada siz muzabtin i'rabning ya tasnining alifiga cemi muzakkar salimning vo'siga yandashgan nunni tashlab o'ting yoki muzab tanun qo'ygan bo'lsa muzabtin tanunni tashlab o'ting turusina deganga o'xshash. Endi buningdan mishan nunan talil i'rabga yandashgan nun dedi. Bu yerda nimishqa ilibga yandashgan nunni yoki vo'ga yandashgan nunni yoki ya'ga yandashgan nunni demidi desa, chunki i'robdan murod cemi muzakkar salimning vo'si bilan yasi maqsad va tasnining alif bilan yasi maqsad. Anda demasa, u chaqda masalan unvon desak, unvondimi nun ba ilib tunkin kelgan. Masalan masakin desak, yadan keyin nun kelgan. Anda da unvondagi haza unvoni Muhammad desak, buni muzaf qilganda unvondagi nunni tashlab o'tamdiq desa, yo'q tashlab o'tmaymiz. Nimishqa? Chunki bu unvonda nun alifdan keyin kelgan bo'lsa, bu ilib i'robning ilib emas. Haulay masakinul Madina bu shaharning miskinlari desak, masakindagi ya dinki nun keldi. Bu i'robning yasi emas, shunga bu nun tashlanmaydi. Shunga bu yerda biz deymizki, tasniy ism va nunan talil i'robki i'robdan tasnining alif va yasidan keyin cemi muzakkar salimning vo'si va yasidan keyin nun kelib qolsa bunun tashlab o'ting va yoki mushu muzab bo'lgan ism tanun bo'lgan bo'lsa tanunni tashlab o'ting dedi. Endi buni xulosalab aytganda
ishkilik isim muzab bo'lsa nun tashlanadi, cemi muzakkar salim muzab bo'lsa nun tashlanadi. Tanvin o'qilgan isim muzab bo'lsa nun tashlanadi. Nima ishga tashlanadi? Desa, chunki u cemil tanvin ve cemil muzakkar salimning nuni ve tasnining nuni bu isimning ahirinin tamam bo'lganligining ismning to'liq ism bo'lganligining ismi tamliqning alomati. Endi buni muzab qilamiz deganlik bu ism taqa tamam bo'lmadi. Buning oxirida bu ismning bir bo'ligi bor deganga dalolat qilgan bo'lg'achqa shu ismning to'liq ism bo'lganlik alomati tashlanmasa izof qilib bo'lmaydi deb qaraymiz. Mesela turu sina desek turu muzab sina muzab degan o'xshash. Ve sen yajur. Endi ikkinchisi bo'lgan muzablayni ilgili qilishni keltiring. Endi muzabning i'robidan bo'ladi. Muzablayning i'robidan bo'ladi desa muzabin ilay abadil abad ilgili qilishlar keladi. Ya zahiran ilgili qilishlar keladi, yoki taqdiran ilgili qilishlar keladi, yoki mahallan ilgili qilishlar keladi. Üç xil holatning birida ilgili qilishlar keladi. Agar u muzabin ilay g'ayri mansub bo'lsa, o mesela takdiren ilgili qilishlar keldi. Yoki ism mahsullar bo'lsa, takdiren ilgili qilishlar keldi. Ism manqus ism mahsullar bo'lsa, madni bo'lsa muzaf bilan mahallan ilgili qilishlar keldi. Odatki unda bo'lmasa, cho'qim bu zahiren lafzan ilgili qilishlar kelgan bo'ladi. Shu muzaf bilan davomli ilgili qilishlar keldi. Masalan, kitabı Muhammedin desek, mesela haza kitabı Muhammedin degan o'xshash. Mesela ra'aytu kitabe Muhammedin degan o'xshash. Mana kitobning i'robi o'zgargan bilan Muhammad davomli o'xshash keldi. Endi yoki haza kitabu Ahmad desak, Ahmad muzaf ilay g'ayri mansub bo'lg'achqa Ahmad muzaf ilay ilgili qilishlar keldi. Ilgili qilish alomati fatha niyabatan anil kasra deymiz. Endi yoki o taqdiran dedik. Şu o isim yani mulab kelgan bo'lsa mutakallimning yasi ekan taqdiran bo'lib keldi. Haza kitabi desek, hada muzab, kitabi muzab bilan bo'lib, mutakallimning yasi kitabi muzab, mutakallimning yasi muzab bilan taqdiran majrur deymiz. Chunki u biz zir qilgan deb qaraymiz uni, shunga o'xshash. Ama muzab desa amil taqozosi bo'lsa nasba, raf'a, jar bo'lib kelaveradi. Endi muzab va muzablayda muzabning amili o 5 ta narsa bo'ladi ekan. Endi muzablay davomli ilgili qilishlar keldik. Muzablayning ilgili qilishlar qilishga sabab bo'lgan amil nima? Muzablay nima orqali ilgili qilishlar kelgan? Muzablay desak, muzabl ulamalar buni shikil qaragan. Ba'zilar deydi, muzablayning amili muzab bilan muzab orqali ilgili qilishlar kelgan desa, bir-bir ulamalar deydi-ki, muzablayning amili emas, chuqum muzab bilan muzablayning o'rtasida taqdir qilingan bir huruful jar va ay taqdir qilingan huruful jar orqali muzab bilan ilgili qilishlar kelgan deb qaraydi. Masalan, vanwi min awfi iza lam yasluhu illa zaka wallam khuza lima siwa zaynika. Siz minni yoki fini muzab bilan muzablayning o'rtasida niyat qiling. Muzablayning o'rtasida min deb qarang, hurufjar bo'lgan minni niyat qiling yoki fini niyat qiling. Ashu muayyanlashib qolsa illa iza lam yasluhu illa zak. Ashu fiil minning taqdir qilinishi ya fining taqdir qilinishi muayyanlashib qolsa, ashuni badam vallam khuza ash ikkisining boshqasida u yerda min badigili bo'lmasa yoki fi badigili bo'lmasa, o'shining boshqasida lamni ashada ba deb qarangki, lamni taqdir qilsangiz bo'ladi deydi. Unda bo'lsa muzab bilan muzablayning o'tirgan 3 harf jarning birisi taqdir qilinadi ekan. U harf jar ya min bo'ladi ekan, ya lam bo'ladi ekan, ya fi bo'ladi ekan. Qanday chaqda min bo'ladi, qanday chaqda lam bo'ladi, qanday chaqda fi bo'ladi degan vaqtimizda agar fi yoki lam fi yoki minni taqdir qilingan bo'lmasa, lamning bo'lishi umum, mutlaq. Masalan, qanday chaqda fini taqdir qilamiz deganda
muzafillay muzafning zarf bo'lib kelsa fi'ni ba deb qaraymiz. Muzafillay chuqur muzafning zarf bo'lishi kerak. Ammo muzafillayning navi bo'lsa ashun jinsidan bo'lsa chuqur bu yerda min ba deb qaraymiz. Masalan, haza khatamu hadidin desak, mana xatam muzaf, hadid muzaf bilan min ba deb qaraymiz. Ya'ni bu tümidin bo'lgan uzukmi nimaning jinsidan muzaf bilan bo'lgan hadid jinsidan bo'ladi. Chunki muzaf bilanning jinsidan bo'lganda min taqdir qilinadi. Endi fi qanday dedik? Fi muzafin ilay muzafning zarf bo'lsa dedik. Masalan, zarbul yawmi bugun urush desak, bugun ishida nima bo'ladi? Urush bo'ladi deganga o'xshash. Yoki undan boshqa misollarni keltirsak nima bo'ladi? Masalan, o muzafillay muzafning zarfi bo'lsin dedik. U zarf yoki zarfi zaman bo'ladi, yoki o zarfi makon bo'ladi. Masalan, Osman radhiyallohu anhu shahidud dari. Osman radhiyallohu anhu o'ylida shahid bo'lgan desak, shahidud dari, shahidu ad-dar desak, shahidu muzaf, ad-dar muzaf bilan bo'lib, ad-dar zarful makon bo'lg'achqa fi ma'nosi bor. Osman radhiyallohu anhu shahidun fiddari degan ma'noda. Yoki zarf zaman olsun bo'ldi, bal makarul layli wan nahari deganga o'xshash. Makarul layli, makarun fil layli wan nahari deganga o'xshash zarf zaman bo'lsin bo'lardi. Endi bu ikkisining hech qaysi bo'lmasa, ya'ni adam meni bayoniya mı taqdir qilinmasa yoki zarfiyat ma'nosi biladigan fi'mu u yer taqdir qilinmagan chaqda chuqur lam bor deymizki, masalan, haza kitobi Muhammadin desak, bu Muhammadning kitobi desak, bu yerda lam bor. Haza kitobun li Muhammadin deganga o'xshash bo'ladi. Shunga mana bu valla muhuza lima siva zaynika degi zaynika mana shu fi'lan minning boshqasida lam ching tutung degan gap, lamni taqdir qiling deganni ko'rsatib turadi. Mana bu izofatlikki muzofillayning nima omilining nima butqaqligida to'xtalganimiz. Yani vaqsus avvalan aw a'tihi at-ta'rif billazi tala ve in yushabihil mudafu yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'zalu. Birincisi o muzafin ilay arqılık xaslashtirun yoki muzafillay arqılık ma'rifiga erishtirun deydi. Bu nereden çıktı dese vaqsus evvelen. Evvelden maksat muzaf. Muzafni xaslashtirun. Ev a'tihi. Yoki o muzaf bo'lgan birincisiga ma'rifilikni biring nim bilan billazi tala. İlgili qilishtab chiqqanda. Muzafin ayarqiliq. Yani billazi tala degan gap birincisiga yondoshqini bilan degan bo'ldi. Birincisiga yondoshqini nima? Muzafillay. Shunga billazi talani muzafillay deb tarjima qilsak bu to, avvalanni muzaf deb tarjima qilsak bo'ladi. Muzafillay orqali muzafni xaslashtirib yoki muzafillay orqali muzafliqa ma'rifilikni bilan ma'rifiga erishtiring desa, buningdan chiqib oldikki, izofati ma'naviy biz bayonladik, yo xasqishidi yoki ma'rifiga erishidi. Muzafilli ma'rif bo'lsa, ma'rifligido, muzafilli nakra bo'lsa xaslashidi. Dinimizning ma'nosi shu. Mana bu izofati lafz, izofani izofati ma'naviy qismi.